Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mashina detallari fanidan navbatdagi video ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi mavzu parchin mixli birikmalar va ularning hisobi. Rejamiz parchin mixli birikmalarning turlari. Birinchi, ikkinchi parchin mixli choykni hisoblash. Uchinchi, cho'zuvchi kuch va eguvchi moment ta'siridagi choyklarni hisoblash. To'rtinchi, parchin mix uchun ishlatilgan materiallar va ruxsat etilgan kuchlanishlar. Ajralmaydigan birikmalarning yana bir turi bu parchin mixli birikmalar hisoblanadi. Parchin mixli birikmalar hozirgi kunda sanoatda, transport texnikada o'z o'rnida qo'llanilib kelmoqda. Ayniqsa qalinligi kichik bo'lgan list materiallarni biriktirishda parchin mixli birikmalar qo'llaniladi. Samolyotlarning ustki qobiqlarini yasash, kema sozlab, yuk ko'tarish kranlarining fermalari, ko'priklarni qurishda qadimdan parchin mixli birikmalardan foydalanilgan. Demak, bulardan ayrimlari boshqa birikmalarga hozirgi kunda o'zgartirilsa, ayrimlari parchin mixli birikma sifatida qoldirilmoqda. Shuning uchun parchin mixli birikmalarni o'rganish, ularni ustida tadqiqot qilish va hisoblash ishlari hozirgi kunda davom qildirilmoqda. Qalinligi past bo'lgan listlarni parchinlash jarayoni payvandlash jarayoni bilan taqqoslab bo'lmaydi. Parchinlashda demak termik deformatsiya yo'qligi sababli ayniqsa bir jinsli birikmalar, bir jinsli konstruksiyalar olish imkoniyatini beradi. Parchinlash jarayoni hurmatli talabalar ko'pchilikka ma'lum. Bu ikkita detalni qo'yib turib, demak mana bu ikkita detal tasvirlangan. Unda qandaydir teshik ochib, ushbu teshikka bir tomoni sferik kallak qilingan va to'rtta ko'rsatilgan parchin mixni qo'yib, ikkinchi tomonini bolg'alash yoki mashina bilan urib, shu shakldagi kallak hosil qilib, detallarni ikkitasini biriktirish bu parchinlash jarayoni deb yuritiladi. Parchin mix sifatida turli mixlar hozirgi kunda sanoatda qo'llaniladi. Ular qanday konstruksiya hosil qilish, parchinlash jarayonida qilish mumkin bo'lgan imkoniyatlardan kelib chiqib parchin mixlar turlanadi. Demak, chizmamizda ushbu slaydimizda eng ko'p qo'llanilgan parchin mix tasvirlangan. Bir tomoni sferik va ikkinchi tomoni xuddi shunday bolg'alash yoki mashina yordamida parchinlanadi. Ikkinchi chizmamizda yarim yashirin kallakli parchin mix tasvirlangan. Demak, kallakning yarim qismi detalning pastga hosil qilingan ayriqchasiga kirib turib parchinlanadi. Uchinchi yeda yashirin kallakli, demak parchin mix kallagi konussimon shaklda detalning konussimon ariqchasiga tushib yashirin holatda bo'ladi. Ushbu parchinlash usuli ko'proq uning tepasida parchinlangan detal yuzasida qandaydir harakatlanuvchi detallar mavjud bo'lgan holatlarda qo'llaniladi. Va if shaklimizda ko'rsimon, ya'ni pistonlar, bular turba shaklidagi parchin mix o'tkazilib, u parchinlanishga asoslangan va asosan metal bilan rezina materiallarni parchinlashda qo'llaniladi. D shaklimizda konussimon yopuvchi kallak tasvirlangan. Demak, ikkita detal birikadigan bo'lsa, ushbu detalning teshigidan konussimon shakldagi ko'rsimon kallak o'tkaziladi va u konussimon kallakni tortish natijasida mana bu holatga kelib parchinlanadi. Demak, bunday parchinlash usuli qandaydir bir konstruksiyalarni ustki qobiqlarini dekorativ yopish holatlarida qo'llaniladi va uning ikkinchi tomonidan parchinlash imkoniyati mavjud bo'lmagan holatda mana shu bir tomonlama parchinlash usulida qo'llaniladi. Va gil chizmamizda pitrani portlatib parchinlash usuli tasvirlangan. Demak, bu ham xuddi mana shu holatda qo'llaniladi, lekin faqat teshik parchin miximizda teshik bo'lmasligi talab qilingan holatda yopish, ikkinchi tomondan ishlab bo'lmaydigan holatda mana shu pitrani qo'yib portlatish natijasida sferik kallak hosil qilinib parchinlash mumkin. Endi parchin mixlar to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, parchin mix yasash uchun asosan diametri 20 mm dan katta bo'lmagan 20 mm katta po'lat, mis va alyuminiy simlardan foydalaniladi. Parchin mixlar katta kichiklarga qarab sovuqlang yoki qizdirib parchinlanishi mumkin. Rangli metallardan yasalgan barcha parchin mixlar hamda diametri 12 mm gacha bo'lgan po'lat parchin mixlar sovuqlang parchinlanadi.
diametri 12 mm katta bo'lgan parchin mixlar, po'lat parchin mixlar 1000 gradus atrofida qizdirib parchinlanishi amaliyotga tatbiq qilindi. Ishlash sharoitiga qarab parchin mixli choyklarimiz quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchi demak mustahkam choyklar, ikkinchi mustahkam jips va uchinchisi jips choyklar. Mustahkam choyklar demak asosan konstruksiyaga tushadigan yuklanishni, nagruzkani qabul qiladi va o'sha kuchlanish asosiga hisoblash ishlari bajariladi. Mustahkam choyklarga misol qilib masalan ferma ko'priklarini aytish, ko'prik fermalarini aytish mumkin. Asosan qandaydir bir yuklarni ko'tarishda o'sha fermaga ta'sir qiluvchi barcha yuklar parchin mixlar orqali qabul qilinadi. Ikkinchisi mustahkam jips choyklarda mustahkamlikdan tashqari jipslik talab qilinadi. Ya'ni qandaydir darajada germetiklik talab qilinadi. Bunga misol qilib samolyot qobiqlarini olish mumkin. U samolyot mustahkam korpusini hosil qilishdan tashqari demak havo kirmasdan jipslikni ta'minlashi kerak. Ikkinchidan bosim ostida ishlaydigan qandaydir bir sig'imlarni mustahkam jips choyk bilan biriktirishni aytib o'tishimiz mumkin. Bunda bosimga chidashi bilan birga mana shu sig'imni, ya'ni idishni ichidagi suyuqlik yoki havo chiqib ketmasligi, ya'ni germetiklik, jipslik bo'lishi talab qilinadi. Uchinchi jips choyklarimiz esa demak nomidan ma'lum, asosan mustahkamlikka va nagruzka yuklanishga emas, bu yerda jipslik, germetiklik talab qilinadi. Bunga biron bir idishni misol qilishimiz mumkin. Parchinlash usuli bilan hosil qilingan idish, faqat undan suyuqlik oqib ketmasligi nazarda tutiladi. Bizning fanimizda asosan hisoblash ishlari mustahkam choyklarni hisoblash uchun olib boriladi. Chunki sanoatda, mashinasozlikda, texnikada deyarli biz mustahkam choyklar bilan to'qnashamiz. Boshqa choyklar esa maxsus kurslarda o'rganiladi. Parchin mixga ta'sir etish zonasini aytib o'tish mumkin. Parchin miximiz demak mana shu yerda parchin mix kallagi bo'ladigan bo'lsa, u kallaga nisbatan qandaydir diametrdagi zonada ta'sir qiladi va uni yaxshi birikib turishiga erishadi. Ayniqsa mustahkam jips choyklarda mana shu ta'sir zonalarni bir-biriga nisbatan aralash, bir-birining ustiga o'tib ketish holatiga erishish inobatga olingan. Parchin mixli birikma konstruksiyasi unda hosil bo'lgan kuchlanishlarni ko'rib o'tamiz. Ya'ni parchin mixlar mana shu holatda birikadigan bo'lsa, ikkita list detalimiz unga qandaydir F cho'zuvchi kuch ta'sir qiladigan bo'lsa, parchin miximizning ish zonasida, silindrik qismida quyidagi kuchlanishlar hosil bo'ladi. Demak, pastki detal o'ng tomonga ta'sir qiladigan bo'lsa, parchin mixning chap tomonida demak ezuvchi kuchlanish hosil qiladi. Ya'ni parchin miximizning chap tomon sirtida ezilish holati kuzatiladi va aksincha chap tomonga kuch ta'sirida uning o'ng tomonida ezilish hosil bo'ladi. Demak, parchin mixda shuning uchun ezuvchi kuchlanish ta'siri ostida bo'ladi. Undan tashqari ikkita qarama-qarshi ezuvchi kuchlanishlar demak parchin mixning ko'ndalang o'rta kesim qismidan kesuvchi kuchlanish hosil bo'ladi. Ya'ni parchin miximiz teng o'rta qismidan kesilish holatida bo'ladi va bu yerda tav kesuvchi kuchlanish hosil bo'ladi. Shuning uchun parchin mixlarimizni hisoblashda asosan ezuvchi va kesuvchi kuchlanishga, ba'zida cho'zuvchi kuchlanishga hisoblash ishlari olib boriladi. Parchin mixni hisoblash natijasida amaliyotda shu narsalar ma'lum bo'lganki, demak parchin mixlarimizning orasidagi markazlar orasida masofani qanday bo'lishi yoki parchinlanadigan qator bilan list detalining chekka qirrasi orasidagi masofa qanday bo'lishi va hokazo masofa elementlari qisman standartlashtirilgan. Ust quymalar bilan biriktirilgan detallarni parchinlashdan xuddi yuqoridagi holatdagi parchinlash kuzatiladi. Faqat ust quyma ikkita detalimizni ust va ost qismida ust quymalar bilan parchinlangan holat. Bunda faqat parchin miximizda ikkita emas, 3 ta ezilish zonasi hosil bo'ladi va ezilish zonalarini kesishgan nuqtasida ikkita kesuvchi kuchlanish hosil bo'ladi. Demak, parchinlash qanday usulda amalga oshirilishidan kelib chiqib biz parchinlash ishlarini, hisoblarni to'g'ri bajarishimiz kerak. Parchin mixli birikma choyklarni hisoblashga o'tamiz. Endi ushbu slaydda hisoblash formulasi tasvirlangan. Demak, listning BB kesimidagi mustahkamlik sharti quyidagicha aniqlanadi. Demak, ta'sir qiluvchi kuch o'sha listdagi
listning qalinligi, parchin mix diametri va albatta parchin mixlar orasidagi masofalar, ya'ni parchin choy va uning geometriyasiga nisbati bilan aniqlanadi. Parchin mixdagi kuchlanish va ushbu kuchlanish albatta parchin mix uchun ruxsat etilgan kuchlanishdan kichik yoki teng bo'lishiga erishish kerak bo'ladi. Agar choykimizda choykimizda bir nechta parchin mix qo'llaniladigan bo'lsa, albatta bitta parchin mix uchun ta'sir qiladigan kuchni aniqlab olishimiz kerak. Bu o'z navbatida konstruksiya ta'sir qiluvchi umumiy kuchni parchin mixlar soniga nisbati bilan aniqlanadi. Demak, ushbu yuqorida ta'kidlangan parametrlar asosida parchin mix va choykda hosil bo'ladigan kuchlanishlarni ko'rib o'tamiz. Cho'zuvchi kuchlanish ifoda orqali aniqlanadi. Buni yuqorida ham ta'kidlab o'tdik. Kesuvchi kuchlanish, demak kesuvchi kuchlanishdan bitta parchin mixga ta'sir qiluvchi kuchni o'sha parchin mix kesilish zonasi, ko'ndalang kesim yuzasiga nisbati bilan aniqlanadi va kesuvchi kuchlanishlarni kichik yoki teng bo'lishiga erishish nazarda tutiladi. Undan tashqari ezuvchi kuchlanish ham xuddi shunday aniqlanadi. Ezuvchi kuchlanishdan kichik bo'ligi va listning chekka qismi uchun ruxsat etilgan kuchlanishni ham hisoblash kerak, chunki parchin mixli birikmalarda parchin mixdan tashqari listning chekka qismida ham kesilish kuzatiladi. Bu tov kesilish faqat shtrix bilan ajratiladi. Oldingi tovimizdan farqi va u listning chekka qismi koordinatalariga nisbati bilan aniqlanadi. Demak, ushbu formulalarimizda yuqoridagi hamda hozirgi slayddagi formulalarimizda D0 listdagi teshikning diametri hisoblashda vaqtida parchin mixning diametri o'rnida olinadi. Bu T ikki parchin mix markaz orasidagi masofa, buni yuqoridagi slaydda ham ko'rib o'tganmiz. T1 eng chekda joylashgan parchin mix markazidagi list qirrasigacha bo'lgan masofa, delta biriktirilayotgan listlarning qalinligi. Demak, tavshirlik esa listning chekka qismi uchun ruxsat etilgan kuchlanishni ifodalaydi. Ushbu ifodalarda yuqorida ko'rib o'tgan 4 tala ifodamizni amaliyotda qo'llash natijasida har bir parchin mixda hosil bo'lgan kuchlanishlarning bir-biriga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi aniqlangan va odatda ezuvchi kuchlanishimiz kesuvchi kuchlanishga nisbatan 1.4-1.7 ko'paytmasiga teng ekani amaliyotda aniqlangan va ushbu tenglik asosida ezuvchi va kesuvchi kuchlanishlarni o'z o'rniga qo'yib yetish natijasida D0 ni, ya'ni parchalanadigan teshikning diametri listning qalinligiga, deltaga bog'langan holatdagi qandaydir bir standart ifodasi keltirib chiqarilgan. Demak, biz qandaydir bir listni 10 santimetrdagi 10 millimetrdagi listlarni parchalanadigan bo'lsak, demak, hosil qilinadigan parchin miximizning teshik diametri 1.8 ga ko'paytmasi nisbatida olinishi tavsiya qilinadi. Undan tashqari kesuvchi kuchlanish bilan cho'zuvchi kuchlanish taxminan teng ekanligi inobatga olingan. Bundan listning qalinligining qanday bo'lishi hisoblangan va amaliy hisoblarda shuni e'tiborga olish nazarda tutiladi. T1 ya'ni listni chekka qismidan parchin mix o'tkaziladigan teshikkacha bo'lgan masofa 3.5 d qilib olinishi tavsiya qilinadi. Endi eguvchi moment ta'siridagi parchin mixli birikmani hisoblashni ko'rib o'tamiz. Eguvchi moment ta'siri, masalan, ikkita list payandlangan bo'lsa, unga qandaydir eguvchi momentimiz ta'sir qiladigan bo'lsa, mana chizmada ko'rib turibmiz, listlarimiz 4 ta qator bo'yicha parchin choy hosil qilingan va har bir qatorda 6 ta parchin mix ta'sirlangan. Bunda listning teng yarmidan yuqori qismida parchin mixlarda cho'zuvchi kuchlanish hosil bo'ladi va kuchlarning taqsimoti quyidagi epyura bo'yicha bo'ladi. Eng yuqoridagi qatorimizda, demak, ko'rib turibmiz, ta'sir qiluvchi kuch yuqori bo'ladi va pastki qismida aksincha siquvchi kuchlanish ta'siri ostida bo'ladi. Ikkala parchin mixlardan nagruzka deyarli bir xil, faqat qarama-qarshi tomonga yo'nalgan holatda bo'ladi. Ushbu holatda parchin mix qatorlarimizni orasidagi L1, L2, L3 masofani P1, P2, P3 kuchga nisbatlarini hisoblash natijasida eguvchi moment ta'sir parchin mix birikmani hisoblash amalga oshiriladi. Demak, bunda M ta'sir qiluvchi kuch har bir qator unga ta'sir qiluvchi kuchlarning yig'indisidan kichik bo'lishi talab qilinadi va ushbu qatorlar oralari hamda ta'sir qiluvchi kuchlarning bir-biriga neytral o'qqa nisbatan
hisoblash natijasida har bir qatorga ta'sir qiluvchi kuchni birinchi f qatorga, ya'ni f1 ga ta'sir qiluvchi kuch bo'yicha hisoblab topishimiz mumkin va natijada hisoblash ishini bitta qatorga ta'sir qiluvchi kuch orqali aniqlab, keyin boshqa qatordagi parchin miqlarga ta'sir qiluvchi kuchlarni aniqlab olishimiz mumkin va hisoblash natijasida mimiz quyidagi holatga keladi va bitta parchin miqga tushadigan kuchimiz f0 mana bu ifoda orqali hisoblanadi. Eguvchi va ta'sirli parchin miqni hisoblash ushbu usulda amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat